Mərhum yazğıcı Zordun Sabir Akının Ani Yurt namlıq romandagi hikmatga to'lgan tafakkur unchilardan. Manba internet. 3 odamlar bo'ladi ekan. Bir xillari faqat o'zi uchun yashaydi ekan. Yana bir xillari qabila, millat, guruh uchun yashaydi ekan. Oxirgi bir xillari bo'lsa noit oz bo'ldi ekanki, ular butun insoniyatning baxti uchun yashaydi ekan. Gunohkor insonga doimo o'zini oqlash uchun so'z tepiladi ekan. Sharoit insonni o'zgartiradi ekan. Muhabbat inson jismidan sirt bo'lgan g'oyat zo'r ruhiy kuch ekan. Boylik, mansab hayot uchun zarur bo'lsa-mu, ammo baxtning manbasi emas ekan. Namrat oildama baxt bo'ladi. Uni million dollar bilan setib olib bo'lmaydi. Katta oiladami baxtsizlik yuz beradi. O'xshashlar pul va hukumat kuchi bilan yo'qotib bo'lmaydi. Baxtning manbasi qalbdir. Bir-birini chin dilidan yaxshi ko'radigan jonlar bir uyga jam bo'lsa, u uyda baxt degan daryo bo'lib oqadi. Tamsilki bir-biriga sho'ti qilish qo'yida odamlar bir uyga jam bo'lsa, u uyda baxt tamsin bo'lmaydi. Baloyi ofat kalkum bo'lib oqadi. Hayat baxt deganlar ham murakkab, ham oddiy tushuncha. Murakkabligi erishmakning tasligida, o'ng'ayligi uning konkret ekanligida. Tabiat cheksiz mehribon ham cheksiz rahimsiz. U toshlar orasida gullarni ichildirdi ham eng go'zal narsalarni nobud qildi. Yo'lbosning o'rni issiq bo'ladi. Ba'zida go'zal arzumu kishiga azob bo'lib tuyuladi. Hech kim xiyol bilan azoblanishni xohlamaydi, lekin shirin xiyol hamon seni azoblaydi. U armon. Tabassum ko'z yoshidan madhiya tashakkur tiloqaratdan ko'p bo'ladi. Dunyo shundoq ziddiyat, kurash, elishish bilan to'lgan. Har qanday tinch yerda hech bo'lmaganda onlar, ballar bilan, ayollar, erlar bilan, hatto divona saranglarmi kasbdoshlar bilan elishib mangadi. Xalq yoshlarni himoya qiladi. Xalq o'z xoinlarini o'ng'ayli bilib olaydi ham ularni hamon jazolaydi. Jamiyatning xarakteri hokimiyatga bog'liq. Bala muhabbatning mahsulimi emas? Oila baxtning beshigi, xushalliqning manbasi. Puldorlar, mansabdorlar, martabeliklar o'z ustunligi bilan erishamaydigan baxt xushalliqqa namratlar namratlik bilan erishalaydi. Uyda hamma odam chin qalbidan rostli xushal bo'lib kulalasa, qushlar ovlarini agib uchgandek baxt farishtalarmi shu uyni agib uchudi, ketanmaydi, bag'rini yoqadi. Mana bu oddiy bir hayot qonuniyati. Nuri tik cho'qiga yamishib chiqib, durbin bilan sharqqa qaradi. Cheksiz o'rmonliq, to'lqinliq daryo, uning ana yurt ili daryo bo'ylarini, Qosh daryosi bo'yidagi quyuq o'rmonliqlarni eslatdi. Uning xiyoli ili vodisiga ko'chdi. Qo'risqi pompaygan Zaytunaning chiroyli kulkisi, Hamidning ko'zlari ziyovidan bir umr boli o'tib pushlangan dadisining qo'riq basgan mazmut chiroyi ko'z oldiga keldi. Gum qilgan dahshatli ovoz bilan tang santirilib yendigi qorga yuklandi. Tağlar piyqiradi, yer bilan osmon o'rin almashtirdi. Uning harbiy kiyimi qon bilan bo'yaldi. O'rmonlar cho'giladi, yer zamin qonda qizardi. U ingrashqim ajizlik qildi. Uning ko'ziga büyük daraxtlar, qoptallar ko'rinavdi. U darhol ili daryosi bo'yidagi yezisi, dadasi va yurtdoshlarini, Manas daryosi bo'yidagi o'rmon bog'ida kunlarni mashq, o'g'inish va artist bo'lib drama o'ynash bilan xushal o'tkazayotgan inisi Barani, suyimlik ayoli, g'olji go'zali Zaytunaning yeshil o'rmonlardan
hayacanlanıp aytgan liriklik sözlerini əsledi. Bu əslimilə onun hayatı bilan çın bağlanğan, bunundan keyin daim təkrarlanadigan gözəl xatirə bətlləri hayat mana şundaq bətlanib cuglanmasın. Bu patiqında bu xatirələrin ilgilləri bilan birlik oldu. Ular birlikdə qaqaqlab gülüşüb hayatның ləzzətini surışıdı. Bu ya məngülik g'amsiz g'oliblardek, maqsadlarga yetishgan fidoilardek, oshiq mash'uqlar murod maqsadlarga yetishgandek. U gum qilgan ikkinchi o'q bilan qonqib ko'tarildi-da, tuvanga bo'zg'ib iqiyotgan Qiron daryosiga qarab uçtu. İli osmondagi bir yo'riq yulduz vaqtsiz ko'chdi. Qalbi arzu, armon bilan to'lgan bir yigit Nuri Ziyovuddin nama'lum tarafdan kelgan ikki o'q bilan 26 yoshida el yurt ana tuprog'i bilan mangulik vidolashdi. Ko'k ranglik davron Abduri Sarvi. Bir sabah bir tongda ko'p samoda bir hilal bir cho'lpon seni kutar. Bir ko'k nur tushidi bo'ri yaylig'a, zimindin ko'k ranglik bir tarix unar. Bir piroq bir sevgi seni tug'udi, bir ishiq seni pütüp çıkıdı. Ak başlık mızdağda igana leyli, fakat sen üçün rengi toladı. Ötüken bağrıdın akar yıldızlar, sen üçün mukaddes tağlarga köçer. Tarımның qeniği çökken ervahlar, kolunga xenilik güllerini çeker. Bir ulug' mukaddes jangning qaynimi, çakırar ismingni bo'ri balasi. Altın ya kumush o'q yar bo'lsin sana, chillaydi ey botur dushmanning qeni. Ajalning jamidan o'tlaydi ular, Tangri u sangala töker nur ziya. Qalbangdan nishondir ko'k erkak bo'ra, saqlaydi u seni idil bo'yida. Örlaydi zimindin köp ranglik tuman, örlaydi hilalın yanıdı çolpan, qovuqlar içildi çilinip burğa, merhaba hoş geldin kök ranglik davran. Balhari Abduri Uyghur. Kichikkina bir tal kunakda yaşaydigan bir to'p harilar, harichilik xislatdan mahrum inson turib, lekin ba'zilar har bir hara nashtarlik turib bir-birini cheqishmaydigan inson turib, lekin ba'zilar yer shariga petishmaydigan. Nomus manbasi Misranim Munbiri. Lavziga qilmay amal va'disidan kechgan nomus, o'pgini quyruq ko'rib ham a'didan kechgan nomus. Suv ichib tashnaligi qangan quduqqa tükürib, shu quduq qazgan kishining ta'ridan kechgan nomus. Mayli kim bo'lmoqni qo'y, oltin binoda o'ltirib, o'zlari o'sgan tug'ilgan kabidan kechgan nomus. Yaxshining qadrini bilmay bir yomonga do'st bo'lib, dushmani tutsa qadahni sir berib ichgan nomus. Hech qachon bermas ko'ngilga g'ayrisoz xushxuy sada, el bilan chalgan muqamning kuyidan kechgan nomus. Haya va nomus inson fazilatlarining eng chiroyli guli. Uyat u seni yomon ishdan to'sqich bog'liq, qalbingni pok saqlovchi muqaddas qo'rg'on. U seni doim yaxshi ishga undaydi. Axloqsizlikqa, vijdoningga xilof ish qilib qo'yishga yo'l qo'ymaydi. Agar sendan haya barisi ko'tarildigan odamning aloyidligini yuyib hayvonlik darsiga yetsan,
uyatsızlık, hayasızlık degan bek jirginishlik kasalki, undaq adamning har qanday pastkashliklarni kutish mumkin. Hayasız, namussiz adam, vijdonsiz, vafosiz adam hech qanday yaxshi ishga yaramaydi. Shuni hayasız adamdan parz tut. İçimdeki koca. Abduri Devran. Kül rang bir koca. Tamları ise qolgan düşkün ruhimda. Yolları çizilgan tomurlarımga. Güllerini sugardım dertlerim bilen. Yollarga töküldüm azap paslida. Boşluğa esildim kan rang çıraqda. Tamlarga uyuldum hain şekilde. Suyalmaydı hiç kimni, yaşayanmaz hiç kim bu yerde. Qırov basqan soğuk yürekle, soqalmaydı aciz köksimde. Uzarmaqda bu düşkün koca, amma ruhim yanılıp bek tar. Çoğuydu belkim bir günü, kelgini de şu suyumlik yarı. Ey aziz qirindaşlarım, vatandagi masjidlarimiz vayron bo'layotsa, Qur'onlarimiz ko'ydirilyotsa, diniy fanniy olimlarimiz o'ldiriliyotsa, ayol qizlarimizning nomusi dafsanda qilinayotsa, farzandlarimiz ota-onalardan ayrilib dinsiz qilib tarbiyalanayotsa, xalqimiz misli ko'rilmagan qirg'inchilikqa duch kelyapsa, g'ururlarimiz payxon bo'lyapsa, namoyishga chiqishga bo'lamdi, bo'lmamdi, qor bo'vay yotsak bo'lamdi, bo'lmamdi, yana nimalarni deb talashayotganlarga hayronman. Vatandagi hammalarni qutqizish farz ayindir. Allah bizni hidoyat qilsin. Uyg'onayli, jondan uyg'onayli aziz qarindoshlarim. Bir Uyg'urning qalbidagi topshirilmagan xatlar. Yigit degan shundoq bo'lsa. Hayotimda nurg'un kitob o'qibdiman. Balog'atga yetgan chaqlarimda Singaylunning Chin aqida, sho'x farishta, Jaloliddin Bahramning Leygan buloq abdurini unuttum. Kakkuk qo'ngan tal, kakkuk qayta sayirganda degan kitoblarni kechini tong'i ulab o'qiganlarim hozirgidek esimda. Ammo hozirgacha esimda qolgani va menga ta'sir qilgani Ihson Abduqudusning Yigit degan shundoq bo'lsa degan romani bilan Chingiz Aytmatovning Topshirilmagan xat degan hikoyasi bo'pti. Topshirilmagan xat hikoyasida bir arxeologiyalik tekshirish atritining odamzotsiz o'rmonlikqa tekshirishga borganligi, ularni tik uchar aeroplanda olib qo'yganligi va ishlarini tugatganda simsiz telegram yo'llasa aktish uchun keldiganligi bayon qilingan bo'lib, ular ishlarini tugatib ati telegram yo'llayli deb tayyorlik qilayotgan aqshimi kalkun kelib aloqa uskunasi va yemek ishmaklarini iqitib ketganligi tasvirlangan. Onunda bir dodining ochdan o'lishdan burun ayoliga, balalarga, ota-onasiga xat yozganligi, uning ilgari ayoliga vaqirab-chaqirab sog'anligi uchun kechirim so'raganligi, o'yin bilan bo'lib ota-onasiga hamroh bo'lmaganligi uchun pushaymon qilganligi va balalarni birer kun vaqt chiqarib o'ynatib kelmaganligi uchun o'zidan nafratlanayotganligi yozish orqali har bir insonning o'lim oldidagi iztiroblarini, pushaymonlarini shundoq yaxshi tasvirlab bergan. Bugun nimishqa bularni yozg'im keldi? Chunki menmo va boshqa nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz har kuni qalbida vatanda qolgan tuqqanlarga, ota-onasiga avatilmaydigan xatlarni yozdiganligi menga ayon. Biz o'lim oldida ochliqdan jon talashayotganimiz yo'q, ammo ruhimizning
tasvirligisiz bir sig'inish azobida jon talashayotganligi hammamizga ayon. Shunga mumkinda hammamiz yozayli, garchi bu topshirilmagan xatlar bo'lsinmi. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.